Bizda Ixlos Med Center klinikamiz ko'p tarmoqli bo'lib, bizda ko'p bemorlar o'sha bel umurtqalar osteoxondrozi, grija disk kasalliklar bilan murojaat qiladi. Aksariyat bemorlarimiz uzoq vaqtlar konservativ lechina olgan, nevropatologiyada, tabiblarda lechina olish hisobiga vaqtincha og'riqlarni qoldirib yurgan, lekin kelganda ko'p bemorlarimiz yurolmay qoladi. Oyoqdagi og'riq, oyoqdagi uvishish, oyoqdagi tomir tortishlardan shikoyat qiladi. Bu holatlarda kompyuter tomografiya qilganimizda grijalar o'sha osilib, nervlarda tagiga, karishorlar tagiga kirib yotgan holatda bo'ladi. Bunaqa holatlarda to'g'ri tushuninglar, faqat operatsiya yo'li yordam beradi. Mana bemorlarimizda operatsiyadan oldingi holati, operatsiyadan keyingi holatlarini ko'rsangiz, bemorlarda umuman o'sha operatsiyadan ertasi kunidayoq jonlanish, ertasi kunidayoq haligi oyoqdagi og'riq uvushlarni ko'rib hayron qolasiz. Bunaqa bemorlarda ko'proq bel og'rimaydi, oyoq og'riydi. O'shaning uchun bemorlar vaqtida kelib, vaqtida mutaxassisga uchrab, vaqtida o'sha operatsiyani ham yo davolanishni ham vaqtida qilsa, mana shu hozir sizlar ko'rgan bemorlardaqa ahvolga tushmagan bo'lardi. O'shaning uchun iltimos qilardiki, bemorlar kerakli vaqtda, kerakli mutaxassisga, kerakli nimaga uchrasin. Har xil tabiblarda, har xil konservativ omma yo'llarini kechiktirmasdan vaqtida kelishini so'rab qolardik. Men mana shu Ixlos klinikasiga kelishdan oldin bir qancha klinikalarga murojaat qildim. Davolanish jarayonida yaxshi natijalar olmaganligim sababli mana shu Ixlos klinikasidagi vrachlar meni operatsiyaga taklif qilishdi. Operatsiyadan Xudoga shukr, Allohga shukr, mana yaxshi chiqdim. 3 kun deganda oyoqqa turib, sog'ligimni tiklab bormoqdaman. Bu yerda shifokorlardan juda ham minnatdorman. Hammalari sog' bo'lishsin.